yurak urar jiz jiz. Ko'chada ikkita qiz. Ha, oyijon, kuyovingizmi? Vannadalar. Nima qilayotganimni ham ayt. Onangga har narsani ham aytaverman. Necha marta aytdim, og'zingda gap turadimi o'zi? Xo'p. Qara, men kechagi mashinani oqidan olmoqchiman. Uydagilarga surpriz qilamiz. Faqat oyingga aytib qo'yma, tushundingmi? Xo'p. Qara lekin. Hozir og'zingda gap turmaydi, bor-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tabriklayman. Oq mashinalar olsa, tagidan shamollab o'tib yursin. Rahmat. O'z oyinga yetmadingiz-ku? O'shanga siz oyingizga yetdim. Ey, sen ertalab turganda 3 ta 4 ta tuxum yegin, ichingni zo'r qotiradi. Nega unaqa deyapsan? Iching o'tayotgan ekan u. Senga kim aytdi uni? Xotinimga, xotinim esa menga aytdilar. Akajon, kelib yaxshimisan dedi. Ye, qaynuka, qanday yaxshi tomonlarga qaysi shamollar uchirdi? Opam bilan gaplashuvdim. Uyda produktda qolmabdi. Shu hamma produktlar olib keldim. Rahmat. Aytganchanu, to'yingga bizdan nima xizmat? Hech narsa kerak emas, pochcha. Bu eshitishimcha mashinangizni urib olibsiz. Ishdan haydalib ketibsiz. Ahvolingiz juda og'ir ekan, minusda ekansiz. Kerak emas, pochcha, hech narsa. Senga kim aytdi uni? Opam. Seni og'zingda gap turadimi o'zi? Har narsani har kimga aytaverma dedim. Aytilmaydigan gaplar bor. Jinnimisan? Boya Charchab ketdim. Viloyatdan yugurib kelyapman. Eshitdim, sirasi yugurdim. Yo'q, siz umuman siqilmang. Bu hamma erkaklarning boshida bor. Oldiramiz o'sha varikozingizni. varikozni qayerdaligini ham aytdingmi? Aka, tarvuz beray, olib keting. Tarvuz bormi? Bor. Tarvuz bor. Mana sizga tarvuz. Nech pul? Yo, pul kerak emas. Klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Haligi kechagi bergan tarvuzingiz shirin chiqdi, shunga yana olgan kelgandim. Sizga yomon tarvuz bermayman-ku. Qanaqasidan beray? Zo'rdan beraman. Lekin faqat bu safar pulni beraman. Mayli. Opa, tarvuzchi bola bilan gaplashyapsizmi? Qayerdan bilding? Bildim-de. Kechagi bergan tarvuzim qalay chiqdi? O'zingizga o'xshab shirin chiqdimi? Nima yeyishuvdi bular? Ozgina tarvuz yeyishuvdi. Atroflarni bo'lib qolishdi. Tez больницаga borish kerak. Ha, zo'r chiqdi. Ha, dada, nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi, tarvuz sotyapman. Yemaymiz-ku shuncha tarvuzni sotaman-da. Qayerga ketyapsan? Men tarvuz olgani? Ha, mayli, yaxshi olib kel. Bu yoqqa. Yaxshi qiz, shirin tarvuzlarimizdan oling. O'zimni tarvuzchim bor. Mana sizga tarvuz. Buni puli kerak emas, faqat klient bo'lib qolsangiz bo'ldi. Voy, rahmat. O tarvuzchi! Voy, bila, bitta klientdan ayrildim-da. Qishloqda yashasang nimalar bo'ladi? Balo bo'ladi. To'r o'rningdan molga o'xshab uxlamasdan hali bankka yopishimiz kerak. Ketadimi, aya, tushiraymi? Ko'p gapirma. Qachon mana shu daraxtdagi hamma o'riklarni terasan, keyin tushasan. Tushundingmi? Bo'ldi, shu yetar ekan. Yur, ketamiz. Qaytgancha men bu 5 mingni olgin-da, odingga yetmagin. Tushundingmi? Soyaga qilsam bo'lmasmidi? Keyin podvaldan bankalarni ham olib chiqib yuv. Aya, bular yuvib bo'ldim. Yomon isib ketdim. Shunday bitta bor cho'milib kelay. Nima deding? Ayda dedingiz bankalarda. Voy,
chiqib ketdim. Endi sen borib magazindan banka qopqoq olib kelgin. Men ham qo'shnidan chiqib shakar olib kelay. O'tgan yili bir kos olgan hali bermaydi. Aniq shundan, a? Ha, xuddi shundan. Ha, molni qaraya. Men senga shuni aytmadim. Qizil yozuv bordan olib kel dedim-mi? Bor alishtirib kel. Aniq shundanmi? Yana bir marta so'rayman. Javob, mani yozuv bor-ku, aniq shu. Yuzingga nima qildi? Ayam urdi. Men bu ham masakanda. Men unda ikkalasini olib bor, qaysi bir to'g'ri kelsa o'shani olib qolasan. Ha, to'g'ri aytasiz. Ayamda o'zi kelar ekan. Aya oldingizda yopsam bo'lmaydimi? Soyada zo'r yopaman-da. Kun salqin o'sha yerda ham o'tirib yopavergin. Bu go'rsoqdang bugun kun bo'yi nima ish qildi? Maqtang aya ish qildim-ku, ko'p bilan ish qildim maqtang. Baloyi ham ish qilgani yo'q buningiz. Let's go. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Nima unda chekkada o't. Hozir 1 minutda. Assalomu alaykum aka. Kim kerak? Bankdan keldim, kreditingizni to'lamagan ekansiz. Zo'r ish qilibsiz-a, kechqurun 12 da. Bugun to'yim bo'ladi aka, erta o'zim o'taman, maylimi? Nima sizga kostyum pasta short kiyib olgansiz? Shungacha ulgurdim aka. Ertaga o'taman, jon aka, keting. Ayyo, bo'lmasa uyingizda nimadir musodara qilishim kerak. Bo'pti, nech pul, tezroq faqat, mayli. Uxlab qolmadingizmi? O'tirib. Endi bizga hech kim xalal bermaydi. Bankdan kelishibdimi? Siz qayoqdan bildingiz? Eshitib qoldim. Yomon eshitgich ekan, qani bitta qulog'ingiz ko'p. To'ladim-ku aka, yana nima xohlayapsiz? O'rtog'ingizga kafil bo'lgan ekansiz-a? Aka, ertaga aytaman, o'zi to'laydi, xo'p? Hozir shoshyapman, jon aka. Ayyo, siz kafil bo'lgansiz. Siz to'lashingiz kerak. Hozir uyingizda xaladenlik nimadir olib chiqib ketishim kerak bo'lmasa. To'layman. Onasi mensin to'layman. To'yana qolmadi. Nech pul? Kafil bo'lgan ekansiz-a? Voy, yomon poylag'ich ekansizda. Men ham bitta poylay. Mendan boshqa hamma tiryapti bugun. Va ko'kko'yli. Qara. Kreditim to'lagan bo'lsam, kafil bo'lganimdan to'lagan bo'lsam, to'yim kuni tinch qo'yinglar. Nima xohlaysiz hozir mendan? Yo'q, siz hamma qarzlaringizdan qutuldingiz. Men sizni oldingizga kelganim yo'q. Men bank xodimamizni olib ketgani keldim. Jinnimi siz qanaqa xodima? Men uyimda xodim. Kreditli to'landimi? To'landi. Kafilligini ham to'ladimi? To'ladilar. O'zi shunaqa bular kreditni olishga oladi, to'lamay yurishadi. Mana shunaqa qilib undirish kerak bulardan. Bo'pti, Erjon. Nima bo'lyapti? Nima? Bo'ldim. Qayoqqa? Jo'ralam bilan cho'milib kelay. Baloni yebsan, kirib uxlaysan. Tushundingmi? Bu issiqda ko'chada kuchuk ham yurmayapti. Men birinchi cho'milaman. Men kalla tashiyman. Baribir uxlaysan. Tur. Qizaryapsanmi? Tushimda mazaq cho'milibman quyoshlarga toblanib. Aha, tushungacha kirgan bo'lsa, bo'pti bor cho'milib kel. Yo'q, shart emas. Endi shart emas. Soat 1 bo'pti, yur uxlaymiz. Jo'ralam zaldoryapti ekan mazza qilib. Qanaqa zardoli? Bu issiqda zardoli yeb atravleni bo'lmoqchimisan? Yur kir uxlaymiz. Mayli. Nima sasyapti uyda? Atsiz ishtil qerdaydi.
Dada, soat 1 bo'pti, yuring uxlaymiz. Mayli, yur. Sen xurram o'ynayapsan, boyam xurram o'ynading. Shunday har kuni xurram o'ynagansan. Boshqatdan o'tasan. Ko'zingga nima qildi? Qo'lim mana bunday qo'yib uxlab qolibman. Dada, abid bo'ldi, uxlaymizmi? Sen o'zingni xonangga kirib uxlaver, men orqadagi xonaga kirib uxlayman. Men uxlayman men. O'ynaymizmi? Men qara. Sen dadangdan har kun qanday ruxsat so'rayapsan o'zi? Dadamni har kun uxlatib chiqyapman. Rostdan uxlayaptimi dadang? Ha, uxlayapti. Qarachi. Endi nima deysan dadangga? Ay, o'g'laydi-ku deyman.